turmushga chiqmaganlarga maslahatingiz. Turmushga chiqmaganlarga maslahatim shoshilmaylar. Deadline, vaqt bo'lyapti, vaqtim o'tib ketyapti, erga tegishim kerak ekan deb duch kelganga erga tegib ketavermanglar. Mana shunaqa yosh erga tegib olib, qonida bolasi bilan yoki yonida 3-4 ta bolasi bilan qaytib kelgandan ko'ra, o'tirgan qiz o'rnini topgan yaxshi. O'qinglar, diplom olinglar, hamma narsada rivojlaninglar, bitta hunarni qo'lingizga taqinglar, ishlayinglar, o'zingizlar uchun nimadirlarga harakat qilinglar, bizneslar ochinglar, shoshilmanglar turmushga chiqqani. O'zinglarni rostmana o'sha orzularinglardagi kimdirlar otasiga o'xshagan erkakni uchratish holida, kimdirlar akasidagi o'shunaqa oilam deydigan mas'uliyatni bo'yniga oladigan, uyida tovuq qichqirmaydigan, xo'roz qichqiradigan haqiqiy bitta erkakni uchratganingizda o'shanda turmushga chiqinglar. Shoshilmanglar turmushga chiqqani. Realni, chunki rosa ko'pi hozir ajrashib yotibdi. Sababi erga tegib